Hamyurtimiz Eldor Shomurodov Turkiya Superligasining top urarlar ro'yxatida 2-chi pog'onaga ko'tarilib oldi. Uning hisobida 6 ta gol bor. Peshqadam futbolchi Onuachu hisobida esa bitta ko'p, ya'ni 7 ta gol mavjud. Bunga asosiy sabablardan biri Eldor Shomurodov deyarli har bir bahsda yo gol uryapti yoki golga assistlik qilyapti. Kamida u urgan gollar bekor qilinmoqda. Xullas, har bitta o'yinda natija bor. Ko'z tegmasin. Masalan, so'nggi Antalya Sporga qarshi bahsda Eldor Shomurodov raqib darvozasiga 2 marta gol kiritdi. Shu kuni Istanbul Başakşehir Antalya Sporni 4-0 hisobida yengdi. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan Istanbul jamoasining reytingdagi natijalari yaxshi emas. Ular hozircha 18 ta jamoa ichida 10 ochko to'plab 11-pog'onada borishmoqda. Ma'lumot uchun birinchi o'rinda 28 ochko bilan Galatasaray. Bundan ko'rinib turibdiki, peshqadamlar safiga kirib olish uchun Shomurodovdan hali ancha gol kerak bo'ladi.